Alloh azza va jalla insonga husn qilib, ziynat qilib sochni ato qildi. O'rtacha hisobda bitta boshda 300 mingga yaqin soch tolasi bo'ladi. Agar o'shuncha bo'lmaganda bir oyda to'kilib ketardi soch. Endi har bitta soch tolasining tagida tomir bor. Poylari o'sishiga, rangiga va boshqa narsasiga javob beradi. Endi Alloh taolaning hikmatini ko'ringki, bu soch tolalarida nima yo'q? Og'riqni his qilishlik yo'q. Tasavvur qilinglar, birodarlar, sochimizda yoki tirnog'imizda og'riqni his qilishlik, nervlari bo'lganida soch oldirishlik qayerda bo'lar edi? Operatsion stolda bo'lar edi. Har safar sochni oldirgani borganda narkozni hiydatib, hushimizdan ketkizib, sochimizni olib chiqarishar edi. Burun. Insondagi ikkita a'zo o'lguncha o'sar ekan, quloq bilan burun. Mana Alloh azza va jalla burunni shunday bir mo'jiza qilib beradiki, o'pkaga kiradigan havoni issiq bo'lsa, sovutib kirgizadi. Agar tashqaridagi havo sovuq bo'lsa, isitib kirgizadi. Alloh azza va jallaning in'omi. Burunning ichida 10 milliondan ortiq nerv bor. Yosh sayin mana shu narsa kamayib boradi. Odamning burni 10 mingga yaqin hidni ajratib olar ekan. 10 ming. Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim. Dar haqiqat biz insonni eng go'zal suratda yaratdik. Ikkita quloq. Mana birodarlar, nima uchun bitta emas? Agar quloq bitta bo'lsa, ovoz qayerdan kelayotganligini inson ajrata olmaydi. Mana shu ilmiy tadqiqotlarda bir xulosasini aytadigan bo'lsak, o'ng tomondan bir mashina signal chaldi, o'ng quloq chop quloqdan avvalroq eshitar ekan. Qancha demaysizmi? 1 sekundni 1620 ga bo'lsangiz. Qancha muddat bu? Jiddiy ham aytib bo'lmaydigan muddat. Ana shuncha muddat ertaroq eshitar ekanda, o'z-o'zidan miyadan buyruq keladi, inson o'ng tomonga qaraydi. Birodarlar, siz bilan jasadimizda shunday bir Alloh taoloning atoyotlari, in'omlari borki, biz o'ylanib ham o'tirmaymiz.